Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalimizga obuna bo'lishingiz va ushbu videoga like bosishingiz biz uchun muhim. Marhamat, tomosha qiling. Arab tilidagi halqum undoshlarini, xususan halqum tubidan chiqadigan ha undoshini qanday chiqaramiz? Bugun sizlarga ha undoshini chiqarishda o'z tajribamizdan o'tkazgan juda ham oson usulni bo'lishmoqchimiz. Agar darsimizda aytilganlarga amal qilsangiz, nafaqat sizda ha undosh chiqadi, balki bir umr esda qoladigan darajada ko'nikmaga aylanadi inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalambor ha undoshining mahrajini eslab o'tishligimiz kerak. Ha undoshi halqum tubida joylashgan tovush paychalaridan chiqadi. Bunda tovush paychalari bir-biriga yaqin holatda turadi. O'pkadan kelayotgan havo oqimi tovush paychalarini titratishidan ha tovushi hosil bo'lar ekan. Binobarin nimadir titrasa, ikkita narsa bir-biriga urilsa yoki ishqalansa, qulog'imiz eshitadigan fizik to'lqinlar hosil bo'ladi. Endi esa ha tovushini chiqarish va chiqqan tovushni ko'nikmaga aylantirishni o'rganamiz. Buning uchun juda ham oson 3 ta mashqni amalga oshirishligimiz kerak ekan. Birinchisi, boshni biroz yuqoriga qaratamiz. Keyin esa quyidagi tovushni chiqarib, bir muddat ushlab turamiz. Yana bir marta. Yana bir marta. Endi xuddi shu tovushni chiqarish asnosida havo oqimini ko'paytiramiz. Yuqorida degan bo'lsak, endi ko'p havo bilan deymiz. Yana bir marta. Yana bir marta. Agar siz shu tovushni chiqara olgan bo'lsangiz, tabriklayman, sizda ha undoshi chiqdi. Bir undosh chiqqandan keyin u biroz vaqt o'tib esimizdan chiqib ketmasligi uchun chiqqan undoshni ko'nikmaga aylantirishligimiz kerak. Buning uchun biz quyidagi mashqlardan foydalanamiz. Biz bu mashqlarni bir boshidan emas, balki ha undoshini talaffuz etish oson bo'lgan mashqlarni dastlab o'qiymiz. Chunki so'z boshida kelgan yoki so'z oxirida kelgan sukunli ha undoshini talaffuzi biroz qiyinroq. Shuning uchun ularga oxirida to'xtalamiz. Ha'ni talaffuz etish oson mashqlar quyidagi so'z o'rtasida qatnashgan ha mashqlaridir. Mashqlarni o'qishdan avval tovushni yana bir marta chiqarib olaylik. Buning uchun dastlab deymiz, keyin havo oqimini ko'paytirib deymiz. Yana bir marta. Endi esa shu tovushni mashqlarda qo'llaymiz. Wahhab, wahhab, lahab, lahab, lahum, lahum, bihim, bihim. Ushbu mashqlarning har biri xuddi shu holatda 20 martadan o'qib chiqilishligi kerak. Endi quyidagi mashqlarni ziyraklik bilan har birdagi ha undoshini chiqishiga alohida e'tibor qaratgan holatda 10 martadan talaffuz qilib chiqishligimiz talab etiladi. Minhu, minhum, hazlu, anharu, makruhu,
أفقه فقيه أكره قهقه هورها جباههم أمهلهم. Yuqoridagi mashqlardagi ha undoshini yaxshilab chiqarib olganimizdan so'ng, ha undoshini so'z boshida va sukunli holatda to'g'ri talaffuz etishga harakat qilamiz. Talaffuzga e'tibor qarating. Ha, hi, hu, ah, ih, zuh, hal, hil, hawl, hiya. Mashqlarni xuddi shu holatda 20 martadan talaffuz qilib chiqaylik. Agar siz yuqorida mashqlarni ha tovushini qo'llagan holatda va aytilgan son miqdorida talaffuz qilsangiz, inshaalloh sizda ha undoshi ko'nikma sifatida shakllanadi. Alloh taolo barchamizga o'zining kalomini to'g'ri o'qishlikka va amal qilishlikka tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.